Rahmat. Men jiyanimlarnikiga keldim. Hozir jiyanim qayerdaligini bilmayman. Apacha, keling, men sizni kutib turibman dedi. Menga tayyorladi. Kelganingizdan keyin kulib meni anaqa qiling dedi. Kulib oldinga kelbering dedi. Nega desam, video bilan chiqib kelaman dedi. Xo'p, endi ko'ramiz. Hozir jiyanim kelyapti ekan. Jiyanim 7da chiqib keldim dedim. Jiyanimga hozir boshqadan telefon qilsam, jiyanim hozir ketaman dedi. Kelishini qaranglar. Videoga olib kelyapman. Salom. Salom. Qalaysan? Yaxshi. Chekkaga o't, hozir salomlasholmay qolamiz. Mana. Keldi. Salom. Mana men keldim. Sen emas, men keldim. Hayır. Video tugadi. 180 ga oldingizmi siz ham? 180. Endi men bu ishda o'chmayapti, o'ch. Telefoni sal ishlamay qoladi eskida. Shunga, lekin bloger telefoni ishlamay qolishi mumkin. Aytmadingmi akam bilan apachamga? Qanday? Men keldim. Shunaqa qilib men yetib keldim. Tugadi.